taxting bo'lsin. Hozirgi qizlar shu jilpanglab olib, ha, erga tegibman ekan deb erga tegishga shoshilmanglar. Mana aytilayotgan yor-yorda bunday quloqlaringni ochinglarda. Mana quloqqa brilliant sirg'a taqasizlar-ku. Brilliant oybaldaq. U sirg'adan oldin mana gaplarni quloqlaringga qo'rg'ashni quyingizlar. Bu yor-yor tagida qancha ma'no, qancha mazmun yotibdi. Keyin yerda oshi bo'ladi, oshining ichida mayda-mayda toshi bo'ladi. U toshlarni terib yeyishlaring kerak. Bu toshni yeyish uchun temirdan tish kerak. Yerga tegibman ekan, ha deb boyan lambadan qo'yganday sakrab tushib, o'ynab yerga tegib ketyapti-da. Kimlari biri yashab qaytib kelyapti. Orzusi qarang ularni. Kaladagi mininiyasida. O'yni ham shu alimga zo'rg'a yetishvasam deydi shu. Alimga bersam, yog'i chut ko'p ketadi deb o'ylaydi-da. U alim nima u? U nimasiga yetadi u? Operakan bir kila pichining bilan ikkala kamptingdan boshqa hech bolaga yetmay, u bilan kelajagichi. Hozirgi yosh qizlarimiz, voyaga yetib kelayotgan qizlarimiz yor-yorni eshitayotganda mana jon quloqlaring bilan eshiting. Hay hay ulan jonulano ulanch qiz yor hay ulanch qiz vadasida turolgan ay vafoli qiz yor hay vafoli qiz taxta ko'prikda yo'q taxting bo'lsin yor ay taxting bo'lsin payg'ambarning qizida yo'q baxting bo'lsin yor ay baxting bo'lsin.